Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli qarindaşlar, ben qarindaşlar Nebice Allah. Allah'ın güzel salamı, rahmeti, mağfireti hemimizlik bolsun. Bugün bir programı işleşine layık gördüm. Bugünkü programımızın asaslık mezmunu muşu maceretki okuğuşlarga Xitaylarning azdırıp getiştin. Ularning yili mikirge bu balalarımızı, evlatlarımızı kurban kılıp yetiştiğini qanday saqlap qalamız. Bu balalarning asaslık qiyinchiligi nima? Bu balalarni Xitoy qandaq şekilde yili mikir suiqasddan o'ziga ram qilyapti? Bu balalarni qandaq kontrol ostiga ilg'iliq degan shekildagi o'zimizning egalligi uchurlari bilan har birlarini o'rtoqlashamiz. Bunun da tünigen Allah'ın rahmeti bilen Türkiye'deki barlıq maceretki qarindaşlarımızın erket gütüşü özara maslaşı bilen Kayseri Medeniyet Hemkarlık Cemiyeti'nin reisi Seyitüm Türk Efendim'nin alayda uğurlaştırışı, tertipleşi bilen bu Xitay'nın tünigenki İstanbul Beşiktaş'taki Shangri-La degan Xitoy restoranida bägimekçi bolgan işptiri özü degan maqsadiga yetenmey ba'zi bir suiqasdlar berbat bolgan boldy. Gerçi işptarni berelgen bolsa-mu, u yerdagi adam sani va u yerdagi özleri oylagandek geli mikirlik yani bularning Türk matbuatlarini bu yaş, Türk musulmonlarining ko'zini bu yaş, ani keyindan ba'zi bir nimedeki musulmon davlatlarga o shakldagi narsalarni avatib mana biz dinda bizda nima yo'q, biz shaklim yo'q Ramazonda mana hattoki biz shibtoni nimada qilib beryapti biz degandek yetmekçi bo'lgan u suiqasdlari berbat bo'lgan bo'ldi. Çünkü u yerda qilgan norozilik faoliyatları mayli İstanbul'daki qarindaşlarımızın şu nimening oldidagi yerdagi bo'sh o'ringa to'planib u yerda bir shibta qilishi va ba'zi bir bayonotlarni berishi, lozunkalarda Xitoyga qarshi ularning abdi beshirishini oshkorlaydigan so'z iboralar, rasmlarning kirishtirilishi nima deganda bu matbuot uchurlari orqali mayli Facebook, Twitter barlıq özümüz qo'limizdan keladigan kanallar orqali Xitoyning bu abdi beshirisini pash qildik degan. Demak, nima deganda Xitoy bu safsatalar bilan ya'ni biz nima qilmoqda diniy erkinligini aytdi Sharq Turkiston xalqining shunday erkin ro'za tutalaydi. U bu degan nimasiga nisbatan ro'za tutgan bo'lsanda bo'lsa nimishqa undan cheklaysa, nimishqa lagerga solib olsa, nimishqa xalqning masjidining munolarini elib chiqib tashib etsa, nima uchun masjidlarga odam kirgizmaydi deb odam yo'q deb masjidni chaqsa, nima uchun bu ulamolarimizni, diniy ulamolarimizni shehid qilsa, bu 88 yoshlik, 82 yoshlik bu ulamolardagi nima jinoyat va bo'lninki? Uyda hamda oxirgi umrini chiroyli o'tkazamiz. Uyda taat ibodat bilan shug'ullanayotgan bu bizning olimlarimizni sen turmalarga kirib, ularni xo'rlab, qiyin qistoq bilan shehid qilding. Buningga nima deysan degan shaklda biz bularga savollarimizni qo'ya olamiz qarindoshlar. Demak, bütün qarindoshlarımızın hammamizning harakatga o'tishi, faol bir-birimizga moslashishimiz, hamkorlik şekilde meyli şu üzümüzden turuşluq WhatsApp toplarında olsun, Facebook'ta olsun, Twitter'da olsun, bu ictimai uçur vasıtlardan üzümüzge xas halatda bunundan faydalanıp, bunun da hemmimiz hembekirlep, hemmimiz tang taqıç arqılıqçı bunun körüş nisbetini, tarqılış nisbetini, dairesini kengayttık. Hatta bunu işletmeydiğen Facebook'unu işletişini xalamaydigan qarindaşlarımızın çoğu bu şekilde Facebook'tan uçur alalaydigan, Facebook'çu isim elib, a'zo olib qatnashadigan bu yangi uchurlardan bahramon bo'lish uchun izlanadigan holat keldi. Demak, umumiy xalq shaklida bundaq harakatlarni elib berishimiz, faoliyatlarni elib berishimiz nimaga bo'ldi deganda Xitoyga besim shakllantira olamiz. Bizning
xalqaro darajalik bir televiziya kanallarımız yok. Ama biz dünyanın, Allah'ın rahmetinden dünyanın hem yerinde Uygurlar hazır yaşayımız. 18 devlette, mukum 18 devlette Uygur yaşayadı da arkadaşlar. Müşahede Uygurlar özümüzden ictimai uçur vasıtalarda hazır WhatsApp toplarından statistikada təxminən statistikada 100'dün artıq top var. Yani 100'dün artıq. Bu 100'dün artıq top degende 200'dün adam bolsa qarindaşlar, o nurgun adam bolsa 20 ming adamga yetişdik degan gap. Onun bilan nurgun ishlarni qilib atgan qarindaşlar. Onun uchun bu 20 ming 10 ming adamning teng nisbatda bu uchur vositalarida hammamizning o'zimizning Xitoyga qarshi mayli xabar olsun, mayli uni pash qilgan, mayli ishni yeyotgan, ishni hayvonlarni xo'rlayotgan ko'rinishi olsun, bularni ham bekirlishimiz, bularni pash qilishimiz, hayvonni qo'g'daydigan, hayvonga odamdan bekrak ko'ngil bo'ladigan bir turkum insonlar var. Mesela Yevropadagi insonlarning nimasida hayvonga bek bir nima qiladi, mehr muhabbatini beriklik insonlar bilan ancha o'zining doirasidan qismi, lekin ko'ngil lekin hayvonning masalan bir itning o'lib ketishi, bir mushukning o'lib ketishi bu insondagi bu tuyg'u bo'ladagi tushuncha bu ayrim narsa. Bunikini sen xato demaymiz, lekin shunga ko'ngil bo'lgan insonlar bor. Bu insonlarning nimasiga kirish uchun diqqatiga kirish uchun qanday qilib bizga mushu Xitoyning hayvonlarni xo'rlayotgandek vahshiyligini buni pash qilib berishimiz kerak. Buni ko'rsin. Bu hayvonga mushundaq rahimsizlarcha muomala qilayotgan bir jonliqni mushunda xo'rlayotgan bir insonlarning hozir Sharq Turkistonda butun bir millatni, butun bir toplum, bir 35 milyon nüfusga ega bir odamning organizmini so'yib yeyotganligini, odamning go'shini yeyotganligini, odamlarni tirik o'tirayotganligini, tirik ko'mbitib olganligidek bir reallikni buning bilan akrimiz. Bu diqqatini bir narsaga jalb qilishimiz kerak uning. Manda qiladi, ma odamning xarakteri ma hukumatda bunda yirtqish insonlardan tarkib topgan bir tajovuzchi hukumat. Bu Xitoy hukumatida odamdagi bir insonlik yo'q. Bu ota-onasini xo'rlaydi, o'zining bolasini xo'rlaydi, o'zining faqat o'zining manfaatidan boshqa hamma manfaatni qurbon qilib o'tadi. Buda insoniy bir nima yo'q. İnsanperverlik yok, insani bir kalp yok burada. Buluğu zaten dindin bir zerrecilik bir animesi yok. Et bakmagan. Onun için bu Xitaylardaki bu vahşilik bu milletin kanı sınıp ketken. Onun için bu milletin terkip topkan bu Xitay tecavüzleri hükümeti hazır üzünün halkı olsun, üzünün atansı olsun, hatta ki bir tabiatının bir güzelliği olan, bir canlılığı olan kılavatkan meyli maymunun minisini tirik ötürüp içip yiyin, meyli iştinle tirik kaynak soğuk besip kılavatsın, şu işlerini çok paşkıp verişimiz bu Xitayның abdi beşerisine iç çıkan turtkulu deb qarayman. Mazmundan chetdan ketib qoldim. Qarindoshlar, buni ayrim tema qilmoqchidim, ammo gapning gap arsiq kelgachga buni qisirib o'tishga oyoq ko'rdim. Hamda bu bolalarimiz badi. Bir turkuma badi, bir qismi, az bir qismi badi. Bular bilan biz bular bor ekan, yo'q, bular bilan biz nima qilamiz deb bu kirin avlodlarimizga bunun keyingi nimada mayli ular bir ko'cha bozorda Xitoycha paranglashib qolgan bo'lsin. Hamda chunki 2010 yildan keyin qarindoshlar ko'pligan farzandlarimiz majburiy Xitoy ma'rifida tarbiyalangan bo'ldi. Ya'ni 1-sinfdan yana 12-sinfgacha Xitoycha tarbiyalangan keyin bolalarda tabiiy Xitoycha paranglashish, Xitoycha nima qilish bu odatlanib ketadi. Hattoki Turkiyaga 2 yil bo'lgan bolalarimizni tabiiylan turkcha gapirishib ketadigan ahvol nima qilib qoladi. Shunga o'xshash ulumu mayli uydagi muhitning xitoylashishi olsun, mayli o'zining aralashayotgan maktab do'stlarining xitoylashishi olsun, o şekilde bu Xitoy tiliga o'zining ona tilidek shamarolab ketgan, ya'ni odatlanib ketgan. Uning uchun bularga bir mazgil o'zgartishga gap qilsa, "Voy, sen Xitoyning gapini qilding, voy, oqchi ko'kchi" deb uni qo'rqitib etmaymiz. Chiroyli bag'rimiz bo'lsa, qarindoshim, ana ayt yaxshi bo'ldi, Uyg'ur so'zlayolamiz, so'zlaymiz, men sizga yordam beray deb mandaq mehr muhabbatimiz bilan baqaylik qarindoshlarimizga. Ularga biz yordam qilish orqali, ularga aqlliq, ochilik,
qarindoshligimizni yetkazish orqali ularni yenimizga tortaylik. Ularni tillash orqali bir odamni o'zgartirmaymiz qarindoshlar. Tillash orqali, nafrat orqali bir odamni o'zimizga dushman qilsak qilib olamizki, do'st qilib olmaymiz qarindoshlar. Bularmi bir to'plum bir jamoatni, bir xato yo'lga kiritib qolgan bir jamoatni, "O, sen oqchi qilding, ko'kchi qilding. Voy, sen andaqchi, mandaqchi" deb unda shaklda ketgan olmaydi. Bir odamni tanqidlasakmi, ommaviy so'rin emas, ayrim, xoli, nima qilgan shaklda tanqid emas, tarbiya, tavsiya shaklida ishga harakat ilib borsak, nihoyat yaxshi bo'ladi deb qarayman. Chunki u odamning qalbiga kirib, odamning qalbini chekib turib, qarindoshlik mehr-muhabbatimizni qo'lni chiqib tutib turib, yoki bir vaqt tamoq qilib berib, yoki chiroyli shaklda bir yordamimizni qilib turib, o'zimizga loyiq shaklda. Andan keyin gap qilsak, boshqalarga ta'sir qilamiz. Bu hech qanday qilmaydi. "Ey sen deb millat nuqtasidan sen oqchi ko'kchi, hozir bu deb ulug'manda shaklda qattiq tegib qolsak, u bolaning texmi azoblangan yuragini texmi azoblab qo'yamiz. Anasikin bu bolalarimizning yeshi qaylanlar. 18 yoshdan 25 yoshgacha oraliqdagi bolalar hozir mesela universitetda o'qiyotgan. Bularmi Xitoylarning asosli obyektiv qilgan o'quvchilarimizni nishon qilgan maktab İstanbul'daki ticaret üniversitesi o'quvchilarimizni asosli nishon qildik. Andan keyin bu o'quvchilarimizning orasidami asosli o'ziga moyil qilayotgani qiz o'quvchilar qarindoshlar. Bu ne biz nazardan saqit qilmaydi. Chunki qizlarimizningki ojizlik nuqtasi nima deganda, qizlar biraz her jihatdan ojiz keladi, o'zini ojiz his qiladi. Andan keyin mayli ularning tahdidi bo'lsin, mayli urug' tuqqanlarni destek qilib ularga besim qilish bo'lsin, bu o'g'avallar qaraganda ayol kishi biraz ishtiqlam nima qilib ketadi. Aş urug' tuqqanlarga men sabablik bir balo qazo kelib qolmasin, bir gap so'z kelib qolmasin, bir lagerga kirib ketmasin degan shaklda majburiy nima qilib qilishi mumkin. Onun uchun biz bu shakllarda bularmi bunday shaklda bulayotgan, ya'ni bu Xitoyning bu tarafini deb Xitoyning ba'zi bir suiqasdlarga kirib kelayotgan qarindoshlarimizga bunning nayti düşman ekanligini aniq tunishimiz kerak. Bu ota-onasini, ularning aloqa vositasini, ularning ota-onasining ularga pul sepirib, iqtisodiyotdan yordam berayotgan, yo'lini kesib etgan, ota-onasini turmuga olgan, vatandagi ota-onasiga hozir qilmasin boshqa qarindoshlari va o'zining yurtdoshlari, o'zining mahalliy ko'ylariga qilayotgan zulmini aniq shaklda anglashimiz kerak. Bu sababli Uyg'urlarning u yerda bir qandaqdir bir asabiy ideyada bo'lib qolganligi sabab tufayli emas, yoki bo'lmasa islom diniga e'tiqod qilayotganligidan sabab, yoki bo'lmasa Xitoyga qarshi bir amaliy bir harakat ilib borganligidan sabab emas, faqat Xitoy tajovuzlari bizni bugungi kunga kelganda yo'qotishni asos qilib qolganligi. Chunki yo'qotmasa bo'lmaydigan bir davrga kirib qolganligi. Chunki bu Sharq Turkistonning strategik jo'grafiyalik o'rnining afzalligi tufayli. Bu yerdagi bu strategik o'rindagi bu Uyg'ur Sharq Turkiston xalqining nihoyatda dindor xalq, nihoyat o'zining diniga sodiq bir xalq, Allohga qulchilikni o'ziga loyiq shaklda elib berayotgan xalq bo'lganligi uchun hamda buningdan keyingi Xitoyning taraqqiyotiga yoki bo'lmasa Xitoyning dunyoga hujumlash bu yo'liga Sharq Turkiston xalqining daxli qilib qolganligini, Sharq Turkiston xalqining Xitoyning bu maqsadiga yetkazmaydiganligini bilgechga oldin bu millatni tubdan yo'q qilishim kerak. Bu millatni avval yo'q qilishning eng avval tubki nima deganda, buni dindan chiqarib ketish kerak. Dinsizlashtirgan vaqtimizda anandan keyin bular dindagi bu angushtari bo'lgan 1000 yildan buyon bulga bu angushtaridan foydalanib kelgachga bu asmalatda sevlab ketmagan, bu yo'qolib ketmagan, bu dunyoga hujulab kelgan millat, bu millatni mushu o'zining dinidan chiqarib tashlab, butunlay xitoylashtirib, butunlay cho'chqishigizib, butunlay fikrini xitoylarda hozir 3 yoshdan boshlab bolalarimizni yestiga elib xitoylashtirish shaklida ilib borsak, bular 20 yildan qolgandiki bu millatdan hech nima qolmaydi. Buni bir turkumni assimilyatsiya qilib yo'qitamiz, bir turkumni bunda kallasi va tafakkur qila oladiganlar turmaga kiriblar. Bu bo'ktan bilanlar, shu yanjiblar, xo'rlablar 3-4 kun ayna qiynab so'roq qilib ulab qolsa, chiqib kun bitiblar, yoki bo'lmasa ishga zarar pul yarab qolsa, setib bitiblar bugun. Bu jurnal jundaymiz. Bularga hozirgi vaziyatda Xitoyga xalqaro vaziyatda dunyodagi ikkinchi iqtisodiy kuch, anandan keyin
beşli büyüklüki bir beş devletning birisi bular. Unda bo'lgandan keyin bu o'zining xalqaradagi o'rni va hozirgi iqtisodiy ahvoldan foydalanib turib, bulg'i bijim desak hech kim bijim demaydi. Chunki butun dunyoda dinga, ya'ni terrorizm şekildeki dini niqab qilgan terrorizm şekildeki bu narsaga butun xalqaroning o'chmanligi nimasi bo'layotgan vaqtida bu asabiy terrorchi go'ylar bu. Chunki bular mushlar almisaqda bizga qarshi turib turgan mushlar adam deganda bir bunu sesib tursak ana kendin Daesh ketgan u yerda bir videosunu çekip turib elçixanaga avatib tursak anan dekin bulani u yerdagi xalqaradagi qo'llashga erishtirmaymiz. Anan dekin bulani dumni taqab hamma yani tornama taqab anan dekin bulani qirg'in qilasak nechisini o'lgan nechisini o'lmagan qanday biladi. Aloqasini uzib etsaklam tugaydi, ayna aloqasi qilinmaydi degan shaklda harakatlarni keng ko'chada ilib berayotganligidek bir reallikni bularga tushuntirishimiz kerak. Tushundirsizlar qarindoshlar. Anan dekin bu balaның psixikasi buzuqluq. Yani ata-anasını görənməklik, telefon əlaqəsi qılamalıq. Siz bilən biz ailemiz var. Biz biraz üzümüzünü tutub alğan, yaşımız 40 yaşını aşdı. Biraz tavlandıq. Yani həmin köydük. Bırak ballarımızğa nisbətən, bu yeni avlatlarına nisbətən ular texi 18-20 yaşının taza ananın, dadının, taza mehr muhabbetiga ehtiyoj bo'lgan vaqtning o'zida bular arilib qiliqliq. Unda bo'lgandan bular siz bilan biz muajiratga aka adillardanmi mehr muhabbetini yoki bo'lmasa boshqa bir o'rinlardanmi mehr muhabbet ololmagandan keyin bolalarda bir xil tushkunishish, bir xil umidsizlanish qaplaqliq. Onun uchun bu bolalardagi tushkunish, umidsizlikni biz elib o'tishimiz kerak. Bu bolani umidlantirishimiz kerak. Bu bolani umidlantirishning usuli bu bolaga sila rahim qilishimiz kerak. Bu bolalarga mehr shafqat berishimiz kerak. Bu bolalarga yordam qilishimiz kerak. Yenimizga tortishimiz kerak. Ulug'cha vaqt ajratishimiz kerak. Bunda bo'lgan vaqtida anandiki bu bolani o'zimizga ola olamiz. Bu bolaning ma'lum nimani Xitoyga ram qilib oldiganlar chiqmaydigan bo'ladi. Unchilikda bo'lishi mumkin. Manqurlashib ketib, kasallar ig'irlashib ketganlar bo'lishi mumkin. Ularni davolash uzun muddat ketadi. Ammo yangi kirib ketish oldida turgan, kirmoqchi bo'lgan qarindoshlarimizning bundan oldin olish siz bilan bizning hozirgi bosh tortib olmaydigan majburiyatimiz deb qaraymiz. Biz chunki bu unda iftor ziyofatini har qatim oldini to'sib ololmaymiz. Har qatim biz bunday shaklda bu bilan bu shaklda biz uzun muddat ish ilib boramaymiz. Uzun muddat ish ilib berishning eng tubkin nimasi u bolalar bizning bolalarimiz. Bu bolani biz tanıymiz. Bu balaning o'qiyotgan maktablarimiz bilamiz. Uning uchun bu balaning maktablardan, o balaning tunish bilishlaridan, o balaning har xil qiyinchiliklar, har xil shaklda, har xil faoliyatlarni, har xil yordam berish kanallarimiz orqali bu balalarni olib qola olamiz o'zimizga. Uning uchun biz bu jihatga kuch chiqarsak yaxshi bo'ladi deb qarayman. Endi yana shu mehmonxonada mush ayning 7-kuni, 6-ayning 7-kuni yana shu mehmonxonada Xitoy mukofot berish faoliyatini ilib bormoqchi. Ya'ni maktab bitdi ya, hozir butun yerda maktab bityapti. Maktab bittirgandan keyin muajiratdagi Sharq Turkiston o'quvchilarini mukofotlash, taqdirlash yig'ini degan shaklda yana mushu mehmonxonada 7-ista kuni balkim kechqurunga hozirgi vaqtda shu 7-8 atrofida bu faoliyatni ilib bormoqchi. Bizning 2017-yillik Xitoyning mukofotli taqtish jadvali qo'limizga tushdi. Buningda eng yuqorisiga alayda darajalikka 20 ming Xitoy puli bergan. Eng tövniga 6 ming Xitoy puli bergan. Hozir tizimlikda 16 bolaning tizimligi bor. Buningda ko'p sonli qizi bolalar qarindoshlar. 2 qozoq millati bor, qolganning hammasi 14 namisi Uyg'ur. Anandan keyin bolalarning bu şekilde o'qish mukofoti orqali ram qilishning bir usuli nima deganda bolalardagi hozir iqtisodiy qiyinchilikni orqali o'ziga ram qilish, o'ziga qartish buni asos qilayotganligi ma'lum. Hamma o'quvchilar unda emas, bu yerdagi sanoqli 15-20 tal. Ammo 15-20 tal deb sal qarashqa voy deb bulg'ayliqi millat nuqtasidan chiqib ham bulg'a hozirgi vaziyatda undan bunda deb nim qilish bilan bo'lmaydi. Bulg'a bolalarımızga terbiye işleş, bularning psixik holatini to'g'irlash, bularga har jihatdagi qiyinchiliklarni amal va
köpligen mende mecik hukukçular talep kıldı. Bolsa bir leksiya orlaştırıp bergen bolsaňlar, bizning qandaq yol tutuşumuz, qandaq hazırki vaziyetge moslaşıp, hazırki vaziyette özümizning evvel nime qilishimiz kerak degan şekilde hizmet elip basak yaxşı olurdu degan şekilde tekliflerini oturup koygan boldu. Menimce bunun biz inşallah etrafımızdaki qarindaşlarımız bilen bu qarindaşlarımızga, bu inilerimizga, bu sağlarımızga layık şekilde bir programmalarni elip çıkışga tirişimiz Allah'ın izni bilen. Şunu bilen birge yanalam bu meyli iqtisodiyotdagi nima bo'lsin qarindoshlarım, meyli iftar şeklidagi nima qilish bo'lsin, faqat sizlarni suiiste'mol qiladi. Faqat sizlarni suiiste'mol qiladi. Xitoylarning bu suiiste'mol qilish nimasiga tushmanglar. Ama lo'lning etini suga pulini al deb, o Xitoylarning mukofotini elib, agar uliga qara ish qila olsak yana mayli. Ama uning mukofotini elib, uliga sadoqatmanlik bo'lib ketsak vaqtida biz xato qilgan bo'lamiz. Onun için bunchilik lo'lning etini sug'urib pulini ala oladigan, Xitoyning iqtisodini ilib Xitoyga qarshi harakat qila oladigan farzandlarimiz nihoyat oz. Bu texe yetilmedi. Bunu yetildirish uchun biroz vaqt ketadi sizlarga. Onun için bu narsada men bunigini oldim, bu nikini bilan qila olayman deb yana Xitoyning tikosiga tushib ketishdan hazar elishinglarni eskertimen qarindoshlarım. Şuna bilan birge Xitoy bu şekilde her xil şekilde faaliyet ilip barıdı. Her xil şekilde suikastlarni qilib mangıdı qarindoshlar. Biraz hoşyar bulaylı. Hoşyar bulaylı. Ama ijtimoiy uçur vasitalarimizda, telefonlarimizda hamma gapni, hamma nimani telefon şekilde qilishning toza bexatarlik va yoki qilgan ishlarimizning oshkorlanib ketishning aldan ağıl olmaydı şununla. Her şekildeki neslerde telefonda pek bir özümüzün içki işlerini, değişini nazar eylesek, dikkat kısak demekçi qarindoshlarım. Bular WhatsApp olsun, mail nimedik olsa, telefon degen bu başka da anlayalaydigan bir adet kişi bulap kaldı qarindoshlar. Onun için telefonda pek bir özümüzde öyle udulturup paranlaşıp katkandik paranlaşıp ketgan bir mijazimiz var bizden. Yana bir narsa qarindoshlar. Bizde mushu Xitoyning avval tilib bitib, oxirida o'zimizni tilaydigan bir ishlar naydi umumlashib qilyapti. Bu unda qilmayli. Biz mayli o'quvchilar bo'layli, mayli biz bo'layli, mayli shu o'rtada xizmat qilayotgan qarindoshlarimiz bo'lsin. O'zimizning qilayotgan xizmatni to'g'ri bo'lmasa qilib mengaverli. Ani sen nima ish qilmading, ani sen nima ish qilmaysan, sen nima ish qilyapsan deb xapulaydigan, og'rinadigan, bijdam tijoratchidan, bijdam o'quvchidan, bijdam uningdan, bijdam buningdan qusur izleydigan ya putak izleydigan ishni qilmaylik. Biz ham siyosiy faoliyatchilardan unda qilmaylik. Biz shaxsan men bir ish qilayotgan bo'lsam, men o'zimning ishini qilib menavera oldim. Balkim mening to'liq bo'lmasligi mumkin, lekin yana bir qarinchim chiqib to'liqlash kerak. Lekin meni biz chiqib tillab, "Voy axshi ko'kchi, sen nima bunda qilsan, nima bunda qilolmading yoki sen meni diyemmading?" U bu emas. Qarinchim meni diyemmading yoki men depre. Tamam. Bu kanal meninglam emas, hammamizning kanali. Bunu tarqitish, bunu hembekirlash, bunu muşta o'xshash kanallarni ichish hammamiz qila oladigan. Bu bek oddiy narsa ekan qarindoshlar. Shuni biz qilib, bunun foydasini, bunun unumini ko'rganlik har birlarga tavsiya qilamiz qarindoshlar. Onun uchun yana inilarimizga, yana o'quvchilarimizga deydigan ish qarindosh, inilarim singlarim. Hammanglar o'zinglarni avval psixikangni bir tanishib olinglar. Özanlarniki hazırki hemmimizge bulayotgan musibet bu. Meyli sili bulanlar hemmimiz ata-anamizni, hemmimiz vatanimizni, hemmimiz urtqalarimizni seg'indik. Ama bu seg'inish bilan, bu kichik bizdeki hazırki bir musibet bilan bu bel qo'yversak bo'lmaydi, ümidsizlansek bo'lmaydi, yoki bo'lmasa Xitoyning tikosiga Xitoyni kuchli siqib qolsak bo'lmaydi. Bu ma'lum muddatlik bir ish, ya 1 yil bo'ldi, ya 2 yil, ya 3 yil bo'ldi. İnşallah bunu o'tish uchun hammamiz tirishchilik ko'rsatishimiz kerak. Hammamiz bedel to'lashimiz, bedel vaqt, shundaq ruhiy jihatdagi, shunda jismoniy jihatdagi, iqtisodiy jihatdagi, vaqt jihatdagi har jihatdan to'langanda bedel bo'ladi. Bo'lmasa bedel to'lanmay turib boshqalarning qilgan ishi bilan men unda olib ketaman. Hammamiz o'zimiz cennetge ve do'zaxga kirishimizni o'zimiz belgilaymiz qarindoshlar. Chunki qilgan amalimiz Allah rizoligini ko'zlagan shaklda shuni ko'zlab mangan bilan
Şunun Allah'ın rızalığını şu Allah belgilep bergen yol mangam bilen anandaki cennetke bara alaymiz. Allah'ın toskunudan şunun üçün yani bedel töleşlen üçün dozaq kirip ketimiz qarandaşlar. Şunun üçün bizde naydi hemme cihette üzümüzni şahsen ben üzümden başlayayım. Psixikamni naydi yaxshi nima qilishim kerak? Men charchab xapulash, birisidan og'rinish, birisidan xapulash, g'azablanish Xitoy tajovuzlariga bo'lsin. Nafratimiz Xitoy tajovuzlariga bo'lsin. Ammo o'zimizning qarindoshlarimizga, o'zimizning cho ish qilayotgan bo'lsin, mayli ish qilmagan qarindoshlarimiz bo'lsin, ularni rag'batlantirish, ularga cho yaxshi madad berish bu shaklda bo'lsin. Kamsitish, haqoratlash, tapatani qilish, voy erkaklik qani, voy vijdonliqligini, voy vijdonsizligini deb ağrımay biz özümüz tabiqiga. Qila oladigan Allah qarindishim, men bu shunchalik ish qildim. Qolgan endi. Siz bir hamkorlashing yoki sizmi bir zambilning bir tarafini ko'tarib mening bu yo'lda. Mangalsınız dünya oxiratda Allah'ның mukofotiga erishsiz. Manganmısınız har holat yashaysiz. Hozir qilmishdan buningdan battar kunga qolasiz. Bu bir haqiqat. Onun uchun biz bu şekilde izlensek, bu şekilde tefekkür kılsak, bu şekilde bir-birimizga çoğu tuluqlaş şekilde iş hareket ilip basak, nayt yaxşı dep qarayam qarindoshlar. Vaqt munosabati bilan bu shunchalik gap qilay. İnşallah davomini keyin bu haqqingizga kirib qolmaslik uchun ham buning ko'rish nisbati haqqa bo'lgan foydamizning jiqaroq bo'lishi uchun vaqtni 20 minut ichida kontrol ilişki tırşatqandım, lekin yana 26 minut 27 minut lap qepti. Qarindoshlar, ayıp burmanlar. İnşallah yana bir qadamliq programmada ko'rishgacha Janob Allohga topshirib hammangizni assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.